Assalomu alaykum barchaga. YouTube kanalimga xush kelibsiz. Darsimizni boshlaymiz. Bugun topic based vocabulary family haqida ko'rib ketamiz. Aynan specifically bu narsa speaking uchun tayyorlanyapti. Speakingizni yaxshilash uchun topic based vocabularylar tayyorlab darslar olib boraman. Xo'p, darsimizni boshlaymiz. Darsni boshlashdan avval maslahatim, iloji bo'lsa diqqat bilan e'tibor berib va nima desam, yaxshi kayfiyatda, miyiz sveji bo'lgan paytda ko'rsangiz, anchagina foyda bo'ladi. So, let's start. Demak, family haqidagi vocabularylar ko'ramiz. Misol uchun, mana speakingda savollar bo'ladi. Um, so, can you tell me about your family? How many members are there? Yoki, who is your favorite family member? degan savollar bo'lishi mumkin. O'shalarga chiroyli javob berishni o'rganamiz bugun. So, family members, endi bu xarita qilganman. Oila daraxti, xuddiki. Endi ko'pchilik biladi, oson narsa, but anyways, baribir ham xatolar bo'ladi o'quvchilar orasida. Demak, me, man, demak, mom and dad, ota-onasi, yes. Agar kichkina ukam yoki kichkina singlim demoqchi bo'lsangiz, younger brother, younger sister, something like this, yeah, younger. Agar kattarog'i bo'lsa, older, older brother, older sister, yes. Demak, misol uchun, nima desam, brother-in-law, sister-in-law bo'ladi agar aka-ukalari nima desam, to'yi bo'lgan bo'lsa, so married bo'ladi. Ular so brother-in-law deyiladi. Bu pochcha degani. Yes, brother-in-law, sister. Yes, nephew bu o'g'il bola, jiyan. Niece bu qiz bola, jiyan. Hop, son and daughter bu o'g'li va qizi. Siblings, aka-ukalar. Uncle bu amaki, tog'a. Aunt, xola, amma. Grandma, buvi. Grandpa, bobo. Yes, so grandmother, grandfather deb ishlatsa ham bo'ladi. So, as you see, bu yerda asosiy so'zlar ketilgan. Bundan tashqari juda ham ko'p family memberlarni aytsa bo'ladi. Masalan, mother-in-law bor, bu qaynona, father-in-law bor, qaynota. Mana shunaqa so'zlarni ham bilsangiz ancha foyda bo'ladi. So, let's move on. Davom etamiz. Hop, positive adjectivelarimiz bor. Masalan, oila a'zolarini gapirayotgan paytda ularga adjective qo'shib gapirsangiz, ancha chiroyli chiqadi. O'zi adjectivelar so'zingizni, o'sha gapirayotgan gaplaringizni boyitib, chiroyliroq, rang-barang qilib beradi. So, positive adjectivelarni ko'rib chiqamiz. Iloji bo'lsa, har bitta so'zni gapirgandan keyin pauza qiling va takrorlab gap tuzib ko'ring. Mana hozirni o'zida praktika qiling. Chunki speaking praktika orqali oshadi va maslahatim ko'proq o'sha stop qilib ham praktika qilib men bilan birga, chunki siz bu videoni yana qaytadan ko'rsangiz keyin praktika qilaman desangiz qolib ketishi mumkin. Shuning uchun srazu issiqligida praktika qilish kerak. So, let's see. Encouraging degani ruhlantiradigan. So, pauza qilingda va bitta gap tuzing. For example, my mother is very encouraging woman. She always supports me. Yes, onam judayam ruhlantiradigan odam. Misol uchun har doim motivatsiya beradi. Yes, har doim meni qo'llab-quvvatlaydi. Yes, compassionate. Pronunciationga ham e'tibor bering. Compassionate bu rahmdil. Misol uchun aytsangiz bo'ladi. My mother is very compassionate woman. Mana because she always listens to different ideas. Mana bu yerga tayyor sxemalar qo'yib qo'yganman. Qo'yib gapirib ketaverasiz. Chunki self talk degan narsani men ko'p targ'ib qilaman o'quvchilar orasida. Self talk degani o'zingiz bilan o'zingiz ko'proq gapirishingiz. Mana shunaqa qilish uchun tayyorlab qo'yganman aslida. Shu self talk qilish uchun, ko'proq gapirish uchun mana shu narsalar tayyorlangan. Ba'zilar qotib qolgan speakingda, shuning uchun ko'proq self talk qiling. Okay. Hard working. Hard working degani bu tirishqoq, ko'proq ish qiladigan odam. Masalan, my father is hard working person. Mani dadam juda ham tirishqoq, juda ham o'sha ishga berilgan odam. Yes. Supportive bor. Supportive bu qo'llab-quvvatlovchi. Aynan qo'llab-quvvatlovchi, har doim nima bo'lishiga qat'iy nazar qo'llab-quvvatlaydi. Understanding, tushunadigan.
misol uchun ukam tushunadigan odam, opam tushunadigan odam deb gapirsangiz understanding deb ishlatsangiz bo'ladi. Generous bu saxiy, saxiy odam. Masalan, mani amakim saxiy odam, vaqtini ham ayamaydi, pulini ham ayamaydi, shu saxiy deyiladi. Vaqtini, pulini ayamaydigan odam shu saxiy. So, open minded bu dunyoqarashi keng. Open minded dunyoqarashi keng odam. Masalan, ammam dunyoqarashi keng odam, chunki u boshqalar kabi fikrlamaydi. Boshqa davlatlarga bo'lgani uchun dunyoqarashi keng deb ishlatsangiz bo'ladi. Think out of the box degani boshqalarga o'xshab fikrlamaslik. Masalan, bitta boksni olaylik. Hamma bir xil fikrlasa, o'sha odam out of the box. Aynan tashqarida boshqacha fikrlaydi, hammadan boshqacha fikrlaydi, noan'anaviy fikrlash. Xo'p, misol uchun mana shulardan foydalaning, gapiring. Gapirayotgan paytda adjektivlardan foydalaning. Masalan, my mother is very understanding. yoki when I made a mistake, my parents were supportive. Yes, my dad is a hard working man deb gapirib ketish kerak. Bu pozitiv adjektivlar hisoblanadi. Bularni yozib olib, yodlab, ko'proq praktikaga ishlatish kerak. Bo'lmasam speakingga kelmaydi. Yana o'sha oddiy gaplardan foydalanib, so'zlardan foydalanib yuraverasiz. Shuning uchun ishlatish kerak. Next one. Negative adjectivelar bu o'sha negativ sifatlarimiz. Masalan, narrow minded. Open mindedni antonimi, aynan unga qarama qarshi so'z narrow minded hisoblanadi. Narrow minded bu dunyoqarashi tor degani. Masalan, nima desak, xolamni dunyoqarashi tor, chunki u eskicha fikrlaydi, keng fikrlamaydi deb gapirayotganda narrow minded. Yes, unsupportive bor, qo'llab-quvvatlamaydigan. Masalan, mani do'stimni ota-onasi unsupportive, mani ota-onamga nisbatan deb gapirsangiz bo'ladi. Unsupportive. Shuning uchun men unga yordam berganman, uni ota-onasi qo'llab-quvvatlamaydigan deb ishlatib tashlaysiz. Unreliable bor. Unreliable degani ishonib bo'lmaydigan. Misol uchun, ishonch yo'qotgan, u odamga ishonib bo'lmaydi. Reliable person. Yes, selfish. Selfish bu xudbin. Egoist deymiz-ku, xudbin, egoist, aynan selfish deyiladi. Stubborn. Stubborn bu qaysar. Masalan, qaysar xarakteri bo'ladi, yes, hamma narsaga ko'nurmaydi, ko'nib ketmaydi, something like this. Pessimistic bor. Pessimistic bu nima desam, negativ fikrlaydigan, hamma narsani negativ, nima desam, negativini o'ylaydi va qisqasi negativ fikrlovchi odam. Pessimistic. Moody bor, kayfiyati tez o'zgaruvchan. Moody person. Yes? Masalan, James can be quite moody deylik, masalan. Yes? One moment he is laughing and cheerful, and the next is he is quite withdrawn. Withdrawn degan so'z bor. Bu nima desam, o'zini odamlardan olib qochish. Aynan bitta o'zi qolib ketishi, odamlarga qo'shilmasligi, o'sha o'zini olib qochish deganida withdrawn. Xo'p, demak James deyapti, kayfiyati tez o'zgaruvchan odam. Bir payt ko'rsangiz kuladi va maza qilib yuradi. Bir payt ko'rsangiz jim va boshqalar o'sha qochadi odamlardan deyapti-da. Something like this. Yoki misol uchun ishlatib tashlaysiz. During group projects, Tom tends to be masalan unreliable deylik. Unga ishonib bo'lmaydi. Loyiha qilayotgan paytda guruh bilan Tomga ishonib bo'lmaydi. Unga ishonch yo'qolgan unreliable odam u. Chunki mas'uliyatli odam emas u deb gapirsangiz bo'ladi. Yes? Bu faqat family uchun emas. Misol uchun boshqa momentlarga ham ishlatib tashlasa bo'ladi. Masalan, describe a person you admire yoki part 2larda so'rash mumkin. Describe a relative whom you lost trust. Ishonch yo'qotgan qarindoshingizni gapirib bering deydi. O'sha paytda mana shu negativdan ishlatsangiz bo'ladi. Hop, keyingisi expressionlar. Deylik, sizdan so'ralyapti, tell me about your family deb so'ralyapti va siz o'shanda javob bersangiz bo'ladi. I have a small yoki I have large family. Small bu kichkina, large katta oila. Xohlasangiz smallni o'rnini almashtirsangiz bo'ladi nuclear family deb. Nuclear family degani bu kichik oila. For example, I have a nuclear family. Nuclear o'sha kichik oila. Misol uchun 3 kishi, 4 kishi bo'lishi mumkin. Large'ni extended siz bo'ladi, katta oila. Masalan, there are some numbers in the members in the family, some number of members, yeah. Nechtadir, misol uchun 6 ta deylik. For example, we can say there are 6 members in the family. 6 ta odam bor oilamizda deb gapirsa bo'ladi, yes.
Close knit family bor. Close knit degani bu ahil, inoq degani. Judayam ahil oila degani. To love unconditionally bor. Hech qanday vaziyatga qaramasdan yaxshi ko'rish. Demak, hech narsasiga qaramasdan yaxshi ko'rish. Deylik, u puli qolmaydimi, yoki boyib ketadimi, yoki deylik, stressda bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar yaxshi ko'rish degani. Unconditionally. Zo'r so'z. Masalan, my family loves me unconditionally. Oilam meni hech narsamga qaramasdan yaxshi ko'radi. Unconditionally. You see? Keyingisi, to support financially and emotionally. Aynan financially degani bu moliyaviy tarafdan, emotionally bu emotsional. Demak, mani moliyaviy tarafdan yaxshi nima qo'llab-quvvatlashadi va emotsional qo'llab-quvvatlashadi. Masalan, ota-onam siz bo'ladi. Yes, my parents always support me financially and emotionally. Stop qilingda bitta gapirib ko'ring. Oilasi haqida gapirib ko'ring. Misol uchun ayting. So, I have a large family. There are 6 members in the family. We have a very close-knit family. My family loves me unconditionally, especially my parents support financially and emotionally. Deb gapirsangiz вообще zo'r chiqadi. Okay? So, stop qilib bitta gapirib ko'rsangiz bo'ladi. Okay. So, davom etamiz. Keyingisi family rules bor. Family rules degani oilaviy qonunlar, qoidalar. Masalan, hammani o'zini ichki oilaviy qonunlari, qoidalari bo'ladi. Misol uchun, har kuni ertalab turish, ko'chani sipirish, shunaqa narsalar bu family rules deyiladi. Hammani oilasida o'zini oilaviy qoidalari bor. Demak, break degani bu o'sha rioya qilmaslik, oilaviy qonunlarni buzish. Follow degani to follow family rules desangiz bu oilaviy qonunlarga bo'ysunish. Masalan, hammamiz oilaviy qonunlarimizga bo'ysunamiz. Bizda oilaviy qoidalar bor deyishingiz mumkin. Yes. To have degani просто bor bo'lishi. Xo'p, keyingisi to respect each other. To respect degani hurmat qilish. To respect each other bir-birini hurmat qilish. Masalan, hamma bir-birini hurmat qiladi bizni oilada. Yes. Yoki to respect family members siz ham oila a'zolarini hurmat qilish. For example, we have a family rule in a family which is to respect each other. Bizda oilaviy qoidalar bor va bu har birimizni hurmat qilish uchun qilingan. Bir-birimizni hurmat qilish uchun deyapti. That's it. Xo'p, to'xtatib gapirib ko'ring. Keyingisi keyingi expressionlarimiz masalan to accept me as who I am. Qanday bo'lsam shunday qabul qilish. Masalan, nima deydi? Qanaqa bo'lsangiz shunday qabul qilishi. Misol uchun xarakteringiz yomon bo'ladimi, xursand bo'lasizmi, pulingiz bo'lmaydimi? Qanaqa bo'lsangiz shunaqa qabul qilish degani bu. Masalan, my mom and dad love me unconditionally. Bu boyadagi tepadagi so'z, yes. And they accept me for as who I am. As you see, qanaqa bo'lsa shunaqa qabul qilishadi ota-onam deb. Zo'r bitta fraza. To accept me as who I am. Hop, get along with bu phrasal verb. Get along degani chiqishib ketish, til topishish. Get along with someone. Buni someone'ga o'zgartirasiz. Masalan, get along with my brother. Get along with my siblings. Men chiqishib ketaman aka-ukalarim bilan. Amakim bilan chiqishib ketaman. Juda ham zo'r odam, saxiy odam deb gapirsa bo'ladi. Masalan, I get along with my uncle. Yes, something like this. Hop, keyingisi to be family oriented. Family oriented degani oilasiga sodiq. Judayam. Masalan, dadam oilasiga sodiq yoki judayam oilasiga g'amxo'r deganida family oriented. Keyingisi to be breadwinner degani bu oila boquvchisi. Masalan, kimdirda akasi oila boquvchisi bo'lishi mumkin, kimdirda ukasi, kimdirda dadasi bo'lishi mumkin. Yes, something like this, breadwinner. So, my family is the breadwinner. Wait, my father, sorry, family. My father is the breadwinner. Dadam oila boquvchisi, and he really loves spending time with family. He is family oriented deyapman. U oilasiga vafodor, oilasiga qaraydigan odam deyapman. Yes, juda ham zo'r fraza, so'zlar. Keyingisi overprotective parents. Overprotective degani bu bolasiga juda ham g'amxo'rlik qiladigan ota-onalar. Masalan, shuna kasal bo'ldimi qaraydi yoki puli qolmadimi nimadir qiladi, tushunyapsizmi? Nimadir yordam kerak, har doim overprotective, juda ham himoya qiladi bolasini. Ko'chaga chiqarmaydi, ba'zida o'zi bilan olib yuradi. Tushunyapsizmi? Bu overprotective parents deyiladi. Bu yosh bo'lsa yaxshi, lekin katta bo'lgan 19 yoshli, уже 20 yoshli bolaga unprotective parentslar bo'lsa, bu уже yomon degani. Chunki u mustaqil emas, ota-onasini nima deydi? Ota-onasi unga qarab yuradi haligacha ham something like this. Shuning uchun vaziyatga qarab ishlatasiz.
Neglectful parents bor, bu e'tiborsiz. O'zi neglect degani e'tibor bermaslik, bu verb. Neglect. Xuddi ignore degan so'zga sinonim. Neglectful parents degani e'tiborsiz degani, e'tiborsiz ota-ona. Deylik, aytishingiz mumkin. Hozir ko'p ota-onalar e'tiborsiz, bolalari, ko'pchilik bolalar telefonlariga berilib ketgan deb nimadir deb gapirsa bo'ladi. Dysfunctional family. Bu yaxshi emas oila, buzilgan oila deydi. Misol uchun, ajrashgan bo'lishi mumkin yoki bolasi u yoqda, o'zi bu yoqda, nima desam, yaxshi mustahkam emas. Hop, stable bo'lsa, bu mustahkam. Stable family bu mustahkam oila. Hop. So, buni ham stop qilib bitta gapirib ko'rsangiz bo'ladi. Уже сразу praktика qilib keting. Va oxirgisi bu masalan activitylar. Sizdan so'ralishi mumkin, deylik, hafta oxirlarida nima qilasiz? Misol uchun, what do you do on weekends degan savollar bo'ladi bizda speakingda. O'shanda javob bersangiz bo'ladi. Oilaviy vaqt o'tkazaman deb yes. Masalan, to have family reunion, family gathering ga sinonim. Reunion degani yig'ilish. Oilaviy yig'ilish qilamiz, masalan, hamma qarindoshlaringiz yoki we throw a home party, masalan, biz uyda bazm qilamiz. Throw a home party degani uyda qandaydir bayramcha qilib o'tirib birgalikda nimadir, masalan, oilaviy yig'ilish deganida. Bu ham ikkalasi bir xil narsa. Bu bilan bu. So, yeah, let's move on. Misol uchun aytsangiz bo'ladi, we go to shopping malls from time to time. From time to time degani vaqt-vaqtida, goh-gohida degani o'sha biz shopping malllarga borib turamiz yoki I like to have dinner with my family. Oila a'zolarim bilan kechki ovqat qilish yoqadi. We watch a film on Netflix together. Birgalikda film ko'ramiz. Yeah? We have picnics on weekends. Pikniklar qilib turamiz yoki we have family reunion. Mana bu so'zni ishlatyapman. Yes, yoki my family throw a home party on weekends deb weekendni ham gapirsangiz zo'r chiqadi. Yoki masalan, what do you do on weekends deb so'radi. You can say, so on weekends we have a family reunion. We invite family members both from my mom's side and from my dad's side. Mom's side bu onam tomonidan, dad's side bu dadam tomonidan deb gapirsa bo'ladi. Yoki umuman, masalan, dadam tomonidagi amakim, misol uchun, my uncle from my dad's side deb gapirsangiz ham zo'r chiqadi. Bu hamma frazalar aynan speakingizni boyitib, chiroyliroq qilib beradi. Keraklilarni yig'ib sizlarga ko'rsatyapman. So, this is the end of our presentation. So, thank you everyone. Keyingi darslarda kutaman hammani. Keyingi topiklarga vocab ko'rib chiqamiz. Faylni Telegram kanalimdan topsangiz bo'ladi. Telegram kanalimni havolasini описаниеda qoldiraman. So you can go and find this file. So everyone, thank you and see you on the next lessons.